Hayotimiz davomida yuragim notekis urib ketdi yoki tez urib ketdi degan insonni eshitmagan bo'lsak kerak. Hammada ham kuzatiladigan bu holat. O'zi yurakning tez urib ketishi nima? Bu aritmiya. Yurak bir me'yorda urish kerak. Oddiy qilib aytganda, soat strelkasi kabi yurak qisqarishi kerak bir me'yorda, bir xil vaqtlar, sekundlar oralig'ida. Lekin ba'zan shunday holatlar kuzatiladiki, yurak normaga nisbatan ham tez urib ketadi yoki normaga nisbatan juda sekin urishlari kuzatiladi. Bular ham aritmiya turlariga kiradi. Normaga nisbatan tez urishi bu sinusli taxikardiya. Normaga nisbatan sekin urishi esa bu sinusli bradikardiya deyiladi. O'zi norma qancha deydigan bo'lsak, yurak urishi 60 tadan 90 tagacha urganda bu norma hisoblanadi. 90 tadan tezlashadigan bo'lsa, taxikardiya, 60 tadan sekinlashadigan bo'lsa, bu bradikardiya hisoblanadi. Ba'zan bu organizmda fiziologik holat ham hisoblanadi. Qachon? Sport bilan shug'ullanadigan odamlar uchun yurak urishining 60 tadan sekinroq urishi tinch holatda bu fiziologik hisoblanadi. Yoki jismoniy yuklama bajarganda yuragimiz nisbatan tez uradigan bo'lsa, zinadan chiqsak, yuk ko'tarsak yoki qanaqadir yuklama bajarilganda 90 taga nisbatan tez uradigan bo'lsa, bu sinus taxkada bu ham fiziologik. Lekin bu fiziologik holatning o'zini normaga qaytish vaqtlari ham bor. Ya'ni 2 daqiqadan 4-5 daqiqagacha bo'lgan oralig'ida bu normaga qaytadigan bo'lsa, bu norma. Lekin to'satdan o'zi boshlanib ketadigan taxikardiya bo'ladigan bo'lsa, bu norma emas. Buning sabablarini izlash kerak. Bundan tashqari yana ko'p kuzatiladigan aritmiyalardan bittasi bu qorinchalar ekstrastadiyasi. Bu ba'zan bo'lmachalardan yoki qorinchalardan chiqayotgan ikki tayp o'chqalardan chiqadigan qo'zg'aluvchanlik hisobiga yurakning sakrab urishi yoki normaga nisbatan ko'p noto'g'ri urish natijasida kelib chiqadigan qo'zg'aluvchanlik. Yana bitta turlardan bittasi bu ko'p uchraydigani qorinchalar fibrillatsiyasi yoki hilpillashi yoki titrashi deyiladigan formasi bor. Bunda qachon kuzatiladi? Bu asosan yurak xaotik qisqarishini hisobiga. Buning kelib chiqish sabablari juda ham ko'p. Ya'ni yurakning o'tkazgan ishemik kasalliklari, infarktdan keyin yoki klapan yetishmovchiliklar bo'lganda, kardiomiopatiyalar turlarida kuzatiladi. Uning xavfliligi nimada? Yurak xaotik qisqargani hisobiga yurakda ichida tromb paydo bo'lib qoladi. Bu trombning bosh miyaga qarab uchganda insult berish xavfini oshiradi. O'zimizda bo'lgan holatlardan bittasini aytishimiz mumkin. Bemorimizni eng achinarli taraflardan bittasi klapan yetishmovchilik natijasida tayyorlanayotgan bemorimiz operatsiyaga borishdan oldin to'satdan bilardik bemorda tromb borligini. Lekin afsuski bemorda o'pka bosimi balandligini hisobiga tayyorlashga harakat qilganmiz operatsiyaga. Lekin shu tayyorlash vaqtida bemordagi trombning ko'chib ketishi natijasida bemorda bosh miyada insult berib, bemorimiz operatsiyaga bora olmagan va shu natijasida vafot etgan. Bunaqa holatlar tajribada juda ham ko'p kuzatiladi yoki oddiygina yuragimizning notekis urib ketishiga e'tibor bermasligimiz bizni ertaga katta muammolarga sababchi bo'ladi. Katta muammolarga. O'tib ketadi yoki tez urdi, dori ichmasam yoki bir uxlab tursam o'tib ketadi. Bunaqa narsa bo'lmaydi. Har bitta aritmiyalarning o'ziga yarasha davo taktikasi bor. Davo taktikasi ikkiga bo'linadi. Medikamentoz yoki bu operativ yo'l bilan bajariladigan. Qachon operativ davo bilan yoki qachon medikamentoz bilan ekanligini buni albatta sizga aritmiolog yoki kardiolog shifokori tomonidan tavsiya etilgan qarab bajariladi. Yuqorida sanab o'tganlarimizning klinik belgilarini aytadigan bo'lsak, asosan odamlarda aytadigan shikoyat bu yuragim urib ketdi yoki yuragim normaga nisbatan tez uryapti yoki jismoniy yuklama bajarganimda bo'g'zimga nimadir tiqilganda, ya'ni tomog'imda nimadir turganda shikoyat bo'ladi. Asosan bemorda bu regulyatsiyaning hisobiga notekis urgani uchun havo yetmaganlik hissi bo'ladi. Chuqur nafas odam o'tib ketadi. Siz chuqur nafas olsangiz ham, olmasangiz ham bu o'tib ketadi. Lekin asosan shikoyatning qancha davom etayotganligi va bu shikoyat qancha oralig'ida o'tib ketayotganligi asosan ahamiyatga ega. Buni aniqlash uchun bemorlarga Holter monitoring bajariladi. Ya'ni bir sutka davomida taqiladigan EKG apparati, oddiy EKG va EKG tekshiruvlarni bajarish albatta zarur. Holter monitor taqilganda bemorda tayinlanadigan vazifalari bor. Ya'ni bemor Holter taqqandan keyin jismoniy yuklama bajarish kerak. Ya'ni yurish kerak, zinalardan chiqish kerak. Ko'proq o'zining hayotiy tarzi bilan shug'ullanish kerak. Ya'ni apparat taqilgandan keyin yotilmaydi. Qanchalik ko'p aktiv faol bo'ladigan bo'lsak, bizda balkim kuzatiladigan o'sha aritmiyalarda boshqalarni ham tushib qolishi mumkin. Shunga qarab shifokoringiz sizga davo taktikasini tanlaydi. Ba'zan biz oddiy deb e'tibor bergan kasalliklar ham aritmiyalarga sababchi bo'ladi. Oddiygina olishimiz mumkin otravlение. Ya'ni ichki ketganda kuzatiladigan mikroelement balansining buzilishi. Ya'ni ko'p suv yo'qotganimizning natijasida organizmda kaliy, natriy, magniy balanslari buziladi-da, bemorlarda aritmiya kuzatiladi. O'shaning uchun ham bunaqa holatlarda ham mikroelement balansini to'ldirishga yoki umumiy qon aylan ob'yomini to'ldirishga harakat qilinadi. Otsikani yaxshilashga harakat qilinadi yoki kuzatiladigan elektrotravmalar, tok urishi, tok urgan holatlarda ham yurakning aritmiyalari kuzatiladi.
G'alati eshitilishi mumkin. Tok urganda qanaqa qilib aritmiya bu yurak elektr o'tkazuvchanligini buzadi, bioelektr tizimiga ta'sir qiladi. Shuning natijasida ham elektr tok urgan bemorlar ham kardiologning bemori hisoblanadi. Bunda ham har xil aritmiyalar kuzatiladi. Qorinchalik ekstrasyatsiya kuzatilishi mumkin, qorinchalar fibrillatsiyasi kuzatilishi mumkin. Hatto qorinchalar fibrillatsiyasi ham kuzatilishi mumkin. Bunda ba'zan bemorlar hayoti o'lim bilan ham yakunlanadi aritmiya kuzatilganda. Aritmiyaning ham og'ir formalari bor. Qorinchalar taxikardiyasi, qorinchalar fibrillatsiyasi kuzatilganda bu bemorda ma'lum bir vaqtlar yordamida yordam ko'rsatilmasa, bemorlarning hayotini asrab qolish ham qiyin bo'lishi mumkin. Bundan tashqari aritmiyalarga kelib chiqsa, insonlarda kimlardadir kuzatiladi. Bu ektopik o'choqlar, ya'ni qo'zg'aluvchanlikka sababchi bo'ladigan o'choqlar bor. Bu ham yurakning aritmiyalarini keltirib chiqaradi. Yurakda o'zini boshqaradigan tizimi bor, o'tkazuvchanligini qisqaroq aytadigan sinus tugun, ava tugun va gipstam oyoqchalari deydi va bulardan o'tadigan tutamlar bor. Bularning faoliyati ba'zan buzilganda ham shunaqa holatlar kuzatiladi. Buzilishiga sabab klapan nuqsonlari natijasida yurak devorlarining kattalashib ketishi yoki infarkt natijasida yurak qon tomirlarining bekilib qolishi natijasida o'tkazuvchanlik buziladi. Ba'zan to'liq blokadalar, avblokadalar kuzatilishi mumkin yoki bundan tashqari yurakning kardiomiopatiya degan kasalliklar bor. Buning natijasida yurak yana ham kattalashib ketadi. Surunkali yurak revmatik kasalliklari natijasida ham shu aritmiyalar kuzatiladi. Kelib chiqish sabablariga yurak kasalliklaridan tashqari insonning zararli odatlari ham kiradi. Alkogol mahsulotlari, tamaki mahsulotlari iste'mol qilishimiz va har doim takrorlanadigan energetik mahsulotlarni ko'p ichishimiz yoki kofeni kerakdan ortiq iste'mol qilishimiz ham bu ham aritmiyalarga sababchi bo'ladi. Yoki jismoniy harakatlarning cheklanganligi ham ba'zan bu narsalarga sababchi bo'lib qoladi. Aritmiya kuzatilganda birinchi o'rinda bemorga tez tibbiy yordam chaqirish zarur. Sababi qaysi aritmiya turiga qarab bemorlarga tibbiy yordam ko'rsatiladi. Ya'ni bemorda yurak urishlari tushib ketgan bo'lsa, avblokada boshqa bo'lgan bo'lsa, bu narujniy, ya'ni tashqi tomondan qo'yiladigan EKS bor, elektrokardiostimulyator, Vremin vaqtinchalik qo'yiladigan EKS apparati qo'yiladi va sababi aniqlangandan keyin bemorga ba'zan doimiy EKSga ko'rsatma bo'lib qolishi mumkin. Yoki paroksizma taxikardiya kuzatiladigan bo'lsa, bemorga o'zini antiaritmik dori vositalari bor. Medikamentoz yo'l bilan bemorning ritmi tiklashga harakat qilinadi. Yurak urishlarining normaga nisbatan sekinlashib ketishi, ya'ni pasayib ketishi ham insonning o'limiga sababchi bo'lib qolishi mumkin. After normal aytganimiz Morgan-Adams-Stokes sindromi deydi. Ya'ni bemor to'satdan hush yo'qotish kuzatiladi. Bu to'liq ava blok amali kuzatilganda, ya'ni ava blokada kuzatilganda yoki sinus arrest deydi bizlarda tilimizda o'shanaqa holatlar kuzatilganda bemorlarda ba'zan bu holatlar ya'ni yomon natijalar bilan yakunlanishi ham mumkin. Bemorlarning hayotini asrab qololmasligimiz ham mumkin. Bunaqa holatlarda bemorlarda elektrokardiostimulyator qo'yiladi vaqtinchalik va bemorda sabab izlanadi. Ba'zan bu dorilarning noto'g'ri qo'llanishi natijasida ham shunaqa holat kuzatiladi. Bemor dastlab medikamentoz lecheniya bilan harakat qilinadi, tiklashga o'zining ritmi, agar tiklanmasa keyin doimiy EKS apparat qo'yiladi. Ikkinchi holatimizda bu yana aytib o'tganimizdek aritmiyaning qaysi turligiga qarab, masalan, qorinchalar ekstrasyatsiyasi yoki bo'lmachalar fibrillatsiyasi kuzatilganda bu antiaritmik dori vositalari bilan ritm tiklashga harakat qilamiz. Lekin ba'zan medikamentoz dorilar bilan tiklashimiz imkoniyati bo'lmasa, qorinchalar fibrillatsiyasida yoki qorinchalar taxikardiyalarida bunaqa holatlarda aritmik shok kuzatilishi mumkin. Bu bemorning hayotini juda ham xavf ostiga qo'yadi. Bunday holatlarda siz bilgan, siz ko'rgan kinolardagi elektrokardioversiya amalga oshiriladi. Sizda yoki yaqinlaringizda shunga o'xshash klinik belgilar yoki yurak notekis urish belgilari kuzatiladigan bo'lsa, albatta kardiologga murojaat qiling. Bu ertaga bugun biz belgilayotgan belgilar yuragimizda aytayotgan shikoyatlari bizni ogohlantirayotgan bo'lishi mumkin. Balkim bu oddiy aritmiya emasdir. Yurak qon tomiridagi aterosklerozning bekilib natijasida kelib chiqayotgandir. Balkim biz o'sha oddiy aritmiya bilan infarktning xavfini oldini olayotgan bo'lishimiz mumkin. Balkim biz bir insonni hayotini asrab qolayotgan bo'lishimiz mumkindir. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib qo'ying va yaqinlaringizga ham yuborish esingizdan chiqmasin.